Assalomu alaykum qizlar, qanaqasizlar, yaxshimisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Demak, bugun biz siz bilan kuxnyamizni уборка qilishdan boshlaymiz. Avvalambor kuxnyani уборка qilishimizda birinchi navbatda dasturxonlarni, stolni ustini yig'ib olamiz. Demak, hamma stolni ustidagi narsalarni olib borib tashladim. Yig'ib, endi uni ustini tozalab artib olamiz. Artib, tozalab bo'ldim. Ikkinchi marta yana artamiz, chunki shishali bilasizlar, tez dog' bo'lib qoladi artgandan keyin. O'shaning uchun dog' bo'lmasligi uchun yana qaytadan tozalab artib oldim va quruq salfetka bilan ham artib oldim 3-marta. Endi esa divanlarni taglaridan gilamni olib, taglarini artmoqchi edim. Artdim. Divanlarni o'zgartirdim joyini. Divanlarni joyini o'zgartirib turaman. Po'llarini artib, tozalab. Plintuzlar ham qolib ketmadi, shu qatori. Ularni ham artib oldim. Va mebellarni joyini bu tarafga qo'yib o'zgartirdim. Chunki har safar bir xillik bo'lsa yoqmaydi. To'g'risi, uni har hafta almashtirib turaman. Bir hafta bu tarafda, bir hafta bu tarafda. Qandaydir sal kayfiyatimni ko'taradi. Mebellar almashinib tursa. Telefonim jiringlab qoldi. Shu bilan, demak, mebellarni o'zgartirib oldim joyini. Hammasini o'zgartirib, gilamlarini solib, tayyor bo'ldi, qizlar. Endi esa stolning ustiga mevalarni yuvib, chiroyli qilib qo'yib qo'ydim. Bolalarim yeb yurishadi-da. Shunday qilib, qizlar, уборкamizni davom ettiramiz. Endi esa o'g'limni ovqat yeydigan stolini ham yig'ib, artib surtib qo'yamiz, chunki rosa tez kirib bo'lib ketadi. Bu ham tez tozalab turmasa, shuning uchun qo'li bilan ushlaydi bola. O'shaning uchun tez tozalab turaman. Mana chiroyli qilib tozalab, joyini to'g'rilab qo'ydim. Endi esa navbat prixoshkaga. Prixoshkamizni ham po'llarini artib, tozalab, po'llarini artib oldim. Chiroyli qilib parashokli, linorli suvlar bilan hidlari shirin bo'lib chiqib turibdi. Mana gilamini soldim. Gilamlarini solib, prixoshka kuxnyamiz tozagina bo'lib qoldi, qizlar. Shu bilan qorbobomni olib chiqib yasatib qo'ydim. Bu yil faqat qorbobo archam yomon bo'lib ketgan edi. Archam qo'ymadim. Ham kichkina edi archam. Shu yili archa olsam agar, archa qo'yaman qorbobomning yoniga. Agar olmasam, qorbobom o'zi turadi. Keyingi yilga olarman, xudo xolasa. Bu joylarni ham artib, tozalab qo'ydim. Qizlar changlarini artib. Va mana shu освежителni juda ham hidini yaxshi ko'raman.